Barchaga assalomu alaykum jamiyatshunoslar, kanalimizning a'zolari. Sizlarga mana bugun birinchi o'zim yozayotgan katta masshtabdagi videomni joylamoqchiman. Iltimos, qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bu kanalda faqat short videolar ko'rgansizlar, lekin Xudo xohlasa bugundan boshlab, ya'ni shu videoni ko'rib turganlaringdan boshlab uzun, ya'ni long videolar ham qo'yishga harakat qilamiz. Bu kanalimiz asosan nima uchun ochilgan edi? Boshda bu kanalni ochishimizdan maqsad jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarga o'zimning shaxsiy subyektiv fikrlarimni berish edi. Buni men juda yaxshi ko'raman va bu juda muhim ham deb hisoblayman. Lekin ayrim sabablarga ko'ra biz ilmiy videolarni, ya'ni ilmiy short videolarni yuklashda davom etib kelmoqdamiz. Lekin endi long videolarda biz faqat jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarga o'zimizning shaxsiy subyektiv fikrlarimizni berib boramiz. Birinchi videoyimiz hozir nimalar bo'lmoqda? Hozirgi bo'layotgan vaqtdagi eng katta ish bu Tinchlik sammiti Donald Trampni, bundan tashqari Rossiya elitasining O'zbekistonga bosimi. Keling ularga bir boshdan to'xtaladigan bo'lsak. Birinchi navbatda Rossiya elitasining O'zbekiston suverenitetiga qilayotgan bosimi. Ochig'i men juda ko'p videolar qilganman, videolarimda SSRni juda ko'p tanqid qilganman. Ya'ni hozirgi mustaqillikni qadriga yetish kerakligini, SSR vaqtida shunchaki ayrim insonlarning qorni to'yganligi, biror bir narsani arzon bo'lganligi bu mustaqillikning qadr-qimmatiga daxl qilish kerak emas deb hisoblaganman. Lekin SSR tug'ilgan insonlarni hurmat qilgan holatda buni aytganmiz. Lekin hozirgi paytda afsus yosh katta insonlarimiz o'sha vaqtni qaytishini xohlaydigan, o'sha tuzum yaxshiligini va ayrim internetda shunaqa propaganda videolarni ham ko'rdik. O'sha SSRni bayrog'ini orqasiga qo'yib gerbini, o'shani targ'ibotman shuni aytgan insonlarim bor. Balki ular o'sha SSRdan qandaydir moddiy yoki ma'naviy ko'mak olar. Buni aniq bilmaymiz. Lekin aytishimiz kerakki, shu vaqtlarda O'zbekistonga bosim kuchaydi. Birinchi bosimni o'sha Rossiya propagandasining hozirgi eng elita vakillaridan Solovyov o'zini o'sha live kanalida jonli efir vaqtida Markaziy Osiyo, xususan Armaniston va Markaziy Osiyo davlatlari SSR nazorati ostidagi hududlar bo'lgan va uni Rossiyaga qaytarib olish kerak o'sha hududlarni. Hozirgi paytda qonunsizlik va huquqsizlik ayni nuqtasiga keldi. Donald Trump misol uchun Grenlandiyani bosib olaman deyapti, Panamani olamiz deyapti, Venesuela prezidentini o'g'irlab ketdi. Kelinglar biz ham Armaniston hamda Markaziy Osiyoga o'zimizni hududlar ekanligini eslatib qo'yaylik. Kerak bo'lsa SVO dedi, ya'ni Ukrainada bo'lgan harbiy operatsiyadan ham o'tkazishimiz kerak degan fikrda aytdi. O'sha va aytilgan fikrlardan keyin o'zbek elitasi unga e'tirozini bildirdi. Nota ham jo'natdi deb aytdi Tashqi ishlar vazirligi. Lekin birozdan keyin yana boshqa bir o'sha elitani vakili, bu safar faylasuf, boyagi Solovyov qo'shan oldi qochdi emas, aqlli inson. Adashmasam bu insonning kitoblari O'zbekistonda ayrim universitetlarda o'qitilgan ham deyishdi. Dugin. Bu Putinga juda yaqin odam. Putin u odamdan maslahatlar so'raydi. U odam ham xuddi mana shu gaplarni takrorlayapti. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Armaniston, O'rta Osiyo davlatlari mustaqilligiga yana bir marta so'roq ostida ekanligini, yana o'sha Rossiya bu hududlarga egalik qilishga harakat qilishini aytib o'tyapti. Undan keyin Ruslan Chagayevdan mag'lubiyatga uchragan sobiq jahon chempioni. U ham O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlariga bosib olish kerak degan g'oyani ilgari suryapti. Endi bu nima uchun bular shu vaqtda mana shunaqa faol bo'lib qoldi? Buni asosiy sababi O'zbekiston hukumati ko'p vektorli siyosat amalga oshirayotgani. Ya'ni mutlaq Rossiyaga tayangan holatda emas, balki Yevropa, Amerika, Xitoy, Hindiston hammasi bilan teng munosabat o'rnatamiz degani fonida ro'y beryapti. Mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yaqinda Donald Trump taklifi bilan Tinchlik sammitida qatnashib keldi. U yerga Rossiya ham taklif qilingan edi, lekin Rossiya u yerga bormadi. Lekin prezidentimiz borib keldi yoki Qosim-Jo'mart To'qayev borib keldi. Albatta bu rus elitasini, rus hukumatini, hozirgi ayniqsa shovinist bo'lgan hukumatni ancha g'ashiga tegmoqda. Bizni qilayotgan boyagi davlatimizda amalga oshirayotgan ko'p vektorli siyosatni. Buni fonida ular aytmoqchiki, sizlar g'arbga tomon yuzlanarkansizlar, biz sizlarga bosimni oshiramiz. Migrantlarimizni boyagi Rossiyada ishlayotgan vatandoshlarimizni
Amonchilar tomonidan kaltaklanish ko'payib qoldi. Buni ham ko'p eshityapmiz. Bitta o'lgan holat ham kuzatildi. Lekin amalga oshirishyapti bunaqa ishlarini. Lekin bular bu bilan nima demoqchi? Ular bu bilan qo'rqitib qo'ymoqchiki, agar sizlar g'arbga ketishda, g'arbga orientir olishda shunday davom etaversanglar, bizlar migrantlaringni yana ham ko'proq qiynaymiz. Sizlarni o'rnlaringga hindistonliklarni to'ldirishni boshlaymiz va sizlarda yana ichki muammolar kuzatiladi. Ishsizlik sizlarda yuqori. Bundan tashqari sizlarga biz harbiy operatsiya, hujum ham qilishimiz mumkin deyapti. Men buni yaqin istiqbolda bunaqa qilishiga ishonmayman. Avantyura davlat hukumat bo'lsa ham hozirgi, avantyura deganini xohlagan nima ish qilishini bilib bo'lmaydigan bo'lgan taqdirda ham hozirgi Ukrainada bo'layotgan urush Rossiya Federatsiyasini juda ham charchatib qo'ydi. Mana hozir Rossiyaga solingan sanksiyalar yaqin bir 10 yillikda yechiladi ham deb o'ylamayman. Bu katta iqtisodiy zarar keltirishni boshlaydi yaqin 5-6 yil ichida. Hozir sezilmayotgan bo'lsa, chunki hozirlarga xuddi odam bir jarohat olgandan keyin o'sha jarohat qizib turadi-ku, odam og'rimaydi. Lekin u sovingandan keyin og'rishni boshlaydi. Rossiyaning iqtisodi ham hozir bilinmayotgan bo'lishi mumkin. Urushda propaganda ishlayapti, Ukraina bosib olishimiz kerak, o'qilishimiz kerak deb, lekin ertaga Xudo xohlasa tinchlik bo'lgandan keyin albatta bu yaralar, bu jarohatlar o'z og'rig'ini beradi. O'sha paytda Rossiya hukumati yana ham qiynalib qolishi mumkin. Lekin bu qilayotgan ishlar albatta hammasi noto'g'ri. Mana o'zim misol uchun Kamchatkada, Moskvada bo'lgan qorni ham ko'rdinglar. Ayni o'sha qorni hozir o'zimizda qora ko'zlar, o'zbek vatandoshlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan borgan birodarlarimiz o'sha qorni kurayapti. O'sha yerda ishlayapti. Agar o'shalar bo'lmagan holatda, endi Rossiyaning o'zining aholisi ham buni his qilib turibdi. Agar mana shu migrantlar, o'zbek, qozoq, tojiklar bo'lmasa, u yerda ahvol qanaqa darajada dahshatli bo'lishini. Uni hindlar bilan uni to'ldirishi, hindlarda bo'yagi Rossiya muhitiga tushib ketishi, u so'roq ostidagi narsalar. Mening shaxsiy fikrim, biz o'z mustaqilligimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Yana qanday mustaqilligimizning e'tirof etishimiz kerak. Har bir bloger, menga o'xshagan kamtarona studiyasi bor bo'lgan, internet ijtimoiy tarmoqda o'zini so'zini bor ayta oladigan har qanday vatandosh gapirish kerak. Haqorat qilish kerak emas. Haqorat bu mag'lubiyatning belgisi. Siz bizorcha haqorat qilishingiz emas, o'zingizni chiroyli fikringizni bildirishingiz kerak. Bu har tomonlama qulay. Shundagina ular mediasi hisob-kitob qiladi albatta. U propaganda shunchaki gapirib qo'yib turibdan nima bo'layotganligini albatta ular kuzatadi. Hisob-kitob qiladi. Xo'p, O'zbekiston aholisining necha foizi bizning gaplarga qanday reaksiya berdi? Salbiy reaksiya berdimi, ijobiymi yoki xohlaydiganlari bormi? Albatta ular analiz sintez qilinadi o'sha ayrim kabinetlarda. Va ular ko'radigan narsani berishimiz kerak emas. Ya'ni ular ko'radigan narsa nima? Ularning aytayotgan gaplarga loqaydlik. Afsuski biz TikTokda yoki Instagramda qandaydir Vine ko'ramiz, show ko'ramiz, kulamiz, qornimizni qashlab yotamiz. To'g'ri, ishdan charchab kelgan bo'lishimiz mumkin, lekin baribir mana shunaqa do'stlarimiz qo'yayotgan videolarda biz hech bo'lmasa like bilan qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu bizning gapira olmaydigan gapni kimdir gapiryaptimi? Albatta qo'llab-quvvatlaylik, kommentariyaga qanaqadir belgi qo'yib qo'yishimiz kerak deb hisoblayman. Bu meni birinchi videoim edi. Ko'pchilik odam ko'rmagan bo'lishi ham mumkin. Balki 10 ta 20 ta odam ko'rgandir. Agar siz mana shu gaplarimgacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'yib, kommentariyaga oxirgacha ko'rdim yoki qanaqadir olov smaylik belgisini qoldirib qo'ysangiz xursand bo'laman. Kamchiliklar bor, uzr so'rayman. Bu to'g'ridan-to'g'ri yozilyapti. Hech qanaqa montaj, kesib qilqilmaydi. Shunday joylanadi. Hali chiroqda muammoyimiz bor, montajda, xonada muammolar bor, lekin hammasi asta-sekinlik bilan etap-etap to'g'rilanib boradi. Ishonchingiz uchun rahmat. Sog'lik, salomatlik.